to'g'ri men grijani olaman, oyog'ingizda og'riq qoladi, lekin belingizda qolmasligi mumkin deb tushuntirganman. Bir hafta oldin bemor kelgan, Tojikistondan kelgan mehmon. Tojikistonda 2-3 marta ortoped travmatologga ko'ringan, nevropatologga ko'ringan bemorda L5-S1 umurtqa oralig'ida grija oqib qolgan. Anamnizni yig'yapman, bemorda o'sha o'ng oyog'ida juda kuchli og'riq bo'lyapti. Lekin plus umurtqa siljishi bor, ya'ni joydan siljigan. Va keyin sizda ko'proq beldanmi og'riq yoki oyog'ingizdanmi og'riq desam, u aytayaptiki belda. Sizga undan ko'ra ochiq operatsiya yaxshiroq, endoskopik lazerdan ko'ra. Ya'ni har bitta kasalga o'zini podxodi bo'ladi. Har birini srazu va davay grija bom, davay endoskopik operatsiya qilish emas. Ochiq operatsiya o'tkazdik. TPF transpedikularni fiksatsiya qilib, umurtqalarni to'g'ri joyga tushirib, grijalarni olib, ham oyog'ida og'riq qolgan, ham belida og'riq qolgan. Va hozir xursand bo'lib yuribdi, Xudoga shukr.